Qunut duosini o'qiy olmaydigan kishi. Vitr namozida qunut duosining o'rniga Ixlos surasini 3 marta o'qisa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Vitr vojib namozlardan hisoblanadi. Hanafiy mazhabiga ko'ra bu o'rinda quyidagi mashhur duoni o'qiladi. Allohumma inna nasta'inuka va nastaghfiruka va nu'minu bika va natawakkalu alayk va nuthni alaykal khayra kullah nashkuruka va la nakfuruka va nakhla'u va natruku man yafjuruk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Qunut duosini bilmaydigan kishilar uning o'rniga Ixlos surasini o'qishi joiz emas, chunki bu o'rin duo o'rni. Ixlos surasi esa duo emas. Qunut duosini o'qiy olmaydigan kishi haqida ulamolarimizdan Alloma ibn Obidin bunday deydilar. Qunut duosini yaxshi o'qiy olmaydigan kishi Robbana atina fid dunya hasana duosini o'qiydi. Faqih Abu Lays Allohumma g'firlini 3 marta aytadi deganlar. Ba'zilar Ya Rob deb 3 marta aytadi degan. Manba Raddul Muxtor kitobi. Vallohu a'lam.